Qani to'g'risini ayting. Ingliz tili miyangizda bunaqa. I have no more campaigns to run. Gapirganingizda esa bunaqa chiqib qoladimi? Kino ko'rsangiz deyarli hammasini tushunasiz. Kitob o'qiganingizda ham yangi so'zlar kam uchraydi. Lekin gapirishga kelganda ikkita gapni ham qo'shtirib ayta olmasangiz, men sizni butunlay tushunaman. Chunki o'zim speaking darajamni 9 ga ko'tarishimga 17 yil vaqtim ketgan va bu videoda speakingni o'stirishda qilgan hamma xatolarim hamda 9 olish uchun ertaroq qilishim kerak bo'lgan hamma usullarim haqida gapirib beraman. Videoga hoziroq like bosing va eng yaxshi ko'rgan do'stingizga yuborib qo'ying. Biz esa boshladik. Xo'sh, aybdor kim? Nima uchun speaking qobiliyatini o'stirish bunchalik qiyin? Gap shundaki, ingliz tilida qobiliyatlar ikki xil turga bo'linadi. Birinchisi receptive skills. Receive so'zdan olingan, ya'ni qabul qilish qobiliyatlari. Bu yerga listening va reading qobiliyatlari kiradi. Ya'ni siz kitob o'qiysiz, o'rganasiz, eshitasiz, o'rganasiz. Bularning barchasi esa passive processing, ya'ni o'z-o'zidan bo'ladigan jarayon. Shuning uchun ham siz hamma narsani tushunasiz, lekin gapira olmaysiz. Xo'sh, speaking-chi? Speaking va writing esa productive skills hisoblanadi. Produce so'zdan olingan. Endi sizni shunchaki o'qiganingiz yoki eshitganingiz yetarli emas. Bu yerda sizdan bilim, mantiq va tez reaksiya qilish qobiliyatlari talab qilinadi. Chunki siz gaplarni o'zingiz o'ylab, to'g'ri so'zni tanlab, grammatik qoidalarni eslagan holatda berilgan savolga darhol javob berishingiz kerak. Bu jarayon esa active creation hisoblanadi. Siz o'zingiz gap tuzib berishingiz kerak. Bu anchagina qiyin. Ammo eng katta muammo bu ham emas. Gap shundaki, receptive skills grow naturally and productive skills do not. Ya'ni, receptive skills o'z-o'zidan o'sadigan. Biz qancha ko'p eshitsak, tinglasak, Toshkent ko'chalarida yurib, market, baby, I love you kabi so'zlarni ko'rganimizda ham biz sekin-asta tilni o'rganib boramiz. Ammo productive skills hech qachon o'z-o'zidan o'smaydi. Keling shu joyda tan olamiz va kommentariyada yozib ketamiz. Kuniga necha soat dars qilasiz va bu soatlarning ichida qancha daqiqa yoki vaqt aynan speakingni o'ziga ajratasiz? Faqat rostini yozing. Hammasini tashlab yana lamonchilik qilsammikin? Bilmadim. Yozib bo'lgan bo'lsangiz, keling taxmin qilaman. Odatda nisbat shunaqa bo'ladi. 80-90% vaqtingizni faqat mashq bajarib, listening, reading qilib o'tkazasiz va faqat 10% vaqtingizni speakingga ajratasiz. Tabiiyki, speakingingiz o'z-o'zidan o'sib qolmaydi. Unda nimani xohlayapsiz? Keling endi xatolarim haqida to'g'risini aytib bersam. IELTS speakingdan 6,5 olganimda bu 3 ta narsaga 100% ishonardim. Birinchi xato fikr: 9 olish uchun faqat aqlli C2 darajasidagi so'zlardan foydalanish kerak. Haqiqat shuki, darajangizni haqiqatan C2 ga ko'tarmoqchi bo'lsangiz, aslida basic Englishni yorib olishingiz kerak. Hozir tushuntiraman. Tasavvur qiling, vaziyat: siz ingliz tilida gapiradigan o'rtog'ingiz uyida yotib qolgansiz va sochingizni jingalak qilish uchun ertalab maxsus uskuna, floykani qidiryapsiz. Ingliz tilida qanday aytilishini bilmayapsiz. Qaysi variant yaxshiroq? O'zingiz tanlang. Can I get the yoki can I get that thing I can curl my hair with? Sochimni jingalak qiladigan narsani bera olasizmi? Menimcha tanlovingiz ikkinchi variantda qoldi va bu to'g'ri. Aslida til egalari doim shunday qilishadi. Ular biz o'rganib qolgan C2 ro'yxatidagi murakkab so'zlarni kundalik hayotda umuman ishlatmaydi. Chunki til o'rganilishining asosiy maqsadi is connection and not perfection. Ya'ni shunchaki bog'lanish, krizga yetkazib berish, faqatgina ideal darajada gapirish emas. IELTS yoki TOEFL speaking imtihonlarida ham xuddi shunday vaziyat bo'ladi. Misol uchun o'quvchilar muhim emas degan so'zni not important emas, inconsequential deb yodlashga harakat qilishadi. Birinchidan, talaffuzini noto'g'ri eslab qolishadi. Inconsequential, inconsequential. Natijada imtihonda xato qilish ehtimoli kattaroq. Ikkinchidan, gapirayotgan paytda some problems are inconsequential in the long run deb talaffuzida, gapni tuzilishida va umuman fluencyda xatolar qilib yuborishadi. Ba'zida shunchaki some problems are actually not important in the long run deganingiz ancha yaxshiroq hisoblanadi.
Eslab qoling, examiner faqatgina murakkab situ so'zini ishlatganingizni o'zigayoq sizga 9 natijasini bermaydi. Umumiy ingliz tilidagi speaking darajangizni baholaydi. Grammatikada xato qilmayapsizmi? Talaffuzda xatolaringiz yo'qmi? Va umuman olganda ingliz tilida ravon gapira olyapsizmi? Murakkab so'zlarni tanlab ishlatganingizda xato qilishingizni ehtimoli ancha ko'payib ketadi va shuni hisobidan ham pastroq natija olasiz. Keyingi safar I'm experiencing interpersonal disengagement at the moment demoqchi bo'lganingizda shunchaki I don't feel like talking to people right now deb qo'ya qoling. Shuni eslab qolishingiz kerakki, basic English qandaydir past darajadagi musor ingliz tili degani emas. Siz 9 darajasini qachon olasiz? Qachonki tildan to'laqonlik, flexibly, ya'ni moslashuvchanlik, tabiiylik bilan foydalana olsangiz. Shuning uchun murakkab situ ro'yxatdagi so'zlarni yodlashga shoshilmang. Ikkinchi xato fikrim, birinchi grammatikani o'rganib bo'laman, keyin speaking qilaman deb o'ylaganim bo'lgan. Boshida til o'rganishimda birinchi 4-5 yili faqat grammatik qoidalarni yodlash bilan o'tgan, lekin umuman gapira olmasdim. Keyin tushunib yetdim. Grammatika bu nazariya. U qoidalardan iborat va nazorat qilinishi kerak bo'lgan jarayon. Ya'ni siz gap tuzayotganingizda birinchi ega, keyin kesim, keyin to'ldiruvchi qo'shishingiz kerakligini o'ylaysiz va shu tartibda qoidalarni eslab bajarasiz. Ammo speaking avtomatlashgan qobiliyat bo'lishi kerak. Ya'ni siz ortiqcha o'ylanmasdan, gapingizni nazorat qilmasdan to'g'ri gapirishni bilishingiz kerak. Misol uchun, mashina haydash misolini oladigan bo'lsak, ikkita haydovchi bor. Qaysi biri professional hisoblanadi? Birinchi haydovchi juda nazoratni yaxshi ko'radi. U har bir qadamiga ortiqcha e'tibor beradi. Hozir oynaga qarashim kerak, endi o'ng tomonni tekshiraman, endi chapini, endi bu pedalni bosishim kerak, hozir signal chalishim kerak deb o'ylab mashina haydaydi. Ikkinchi haydovchi esa fikrlari qayergadir ketib qolgan bo'lsa-da, tajribasi shunaqangi ko'pligidan mashinani ortiqcha fikrlarsiz, erkin xayollar bilan to'g'ri haydab ketadi. Nima deb o'ylaysiz? Qaysi bir haydovchi professionalroq hisoblanadi? Albatta, ikkinchi haydovchi. Agarda siz speakingni faqat qoidalar, nazorat, grammatika bilan o'stiraman deb o'ylasangiz, butunlay adashasiz. Bizning vazifamiz speaking jarayonini avtomatlashtirib yuborish, ya'ni ortiqcha o'ylamasdan to'g'ri gap tuzishni mashq qilish. Hozir sizlarga shaxsan menga yordam bergan 3 steps automation processni tushuntirib beraman. Birinchi qadam, siz strukturani tanlab olasiz. To'g'ri qoida yodlagan bo'lishingiz mumkin, lekin sizning vazifangiz biror bir strukturani tanlash. Misol uchun, I used to. Qachondir o'tmishda nimadir qilardim, hozir qilmay qo'yganman. Endi shu bitta strukturani tanlaganimizdan keyin ikkinchi qadam o'zimiz uchun gap skeletini tuzib olish. Ya'ni taxminan o'sha gapni to'ldirish orqali, skeletni so'zlar bilan to'ldirish orqali ko'p gap tuza olishingiz kerak. Misol uchun, I used to but now, ya'ni oldin shunday qilardim, lekin hozir holat o'zgarganligini aytasiz. Uchinchi qadam, siz eng kamida 20 ta shaxsan sizning hayotingizga oid bo'lgan og'zaki gaplarni tuzib ko'rasiz. Misol uchun, I used to hate speaking, but now I love it. Yoki, I used to wake up late, but now I get up early. Xuddi shu tartibda siz 20 ta gap tuzganingizdan keyin endi grammatikani haqiqiy hayotga qo'llab, gapda qo'llayotgan bo'lasiz va sekin-asta har xil strukturalarni shunday og'zaki erkin qo'llayotganingizni seza boshlaysiz. Xuddi shu mashqni siz zamonlar bilan va boshqa strukturalar bilan bemalol qo'llashingiz mumkin. Aynan shu mashq sizni speaking nuqtangizni shunday yoqib, gapirib ketishingizga yordam beradi. Uchinchi xato fikrim, speakingdan 9 olishim uchun to'xtovsiz tez gapirishni bilishim kerak deb o'ylar edim. Aslida fluency 9 degani bu tabiiy oqimni ushlash ekan. Tez gapirish emas, to'xtovsiz gapirish emas yoki umuman pauza qilmaslik ham emas, balki tabiiy oqimda gapirish. Misol uchun, I love reading because I enjoy it emas. I love reading because I genuinely enjoy it. Ko'ryapsiz, I love reading. Menga yoqadi, chunki men chindan yaxshi ko'raman deganimda, chindan so'ziga tabiiy urg'u berdim. Qaytarib ko'ring. I love reading because I genuinely enjoy it. O'xshadimi? I love reading because I genuinely enjoy it. Barakalla. Yana bir sirni ochaman. Imtihonda bemalol to'xtashingiz mumkin. Faqat keyingi so'zni eslab olish uchun emas. Ya'ni the movie was absolutely amazing emas, balki
g'oyani eslash uchun to'xtayotgan bo'lsangiz. Misol uchun, that's an interesting question and honestly I've never thought of it. Ko'ryapsiz, to'xtovlar bor, shunchaki keyingi g'oyamni eslab olib aytish uchun. Bunday to'xtovlar native, ya'ni til egalariga juda xos bo'lgan va aynan shunday pauzalarni qilish mutlaqo tabiiy hisoblanadi. Shunday ekan, bugundan boshlab to'xtovlarsiz tez gapirishga intilmang. Shunchaki til egalariga o'xshash bo'lgan ohangdorlikni o'xshatishga harakat qiling. Bu haqida keyingi maslahatimda aytib beraman. Endi haqiqatdan ham natijamni 6,5 dan 9 ga ko'tarishimga yordam bergan 3 ta oddiy qadam haqida gapirib bermoqchiman. Va birinchisi coherence ga tegishli bo'ladi. Coherence bu gaplaringizda tartib bo'lishi. IELTS imtihon topshirasizmi, safarmi farqi yo'q. Savol berilganda albatta javobingiz tartibli bo'lishi kerak. Ya'ni biz haddan tashqari uzun yoki haddan tashqari qisqa yes kabi javoblarni bera olmaymiz. Albatta examiner so'ragan savolga to'g'ri va tartib bilan javob qaytarishimiz kerak. Bunda menga oddiygina 3 qadamli formula yordam beradi. Qandaydir savol berilganda albatta idea, ya'ni meni fikrim, reason, sabab va so'ng result, ya'ni natijani beraman. Misol uchun, do you like your job? Well, yes, I enjoy my job because it keeps me engaged. Ya'ni, ha, men yaxshi ko'raman ishimni. Bu idea, keyin reason. Chunki u meni juda ham o'z ichiga rom qiladi, qiziqtiradi kabi gap, which helps me stay motivated. Va natija qanday? Bu menga motivatsiyani saqlab qolishimga yordam beradi. Endi to'liq gapni eshitsangiz, do you like your job? Well, yes, I enjoy my job because it keeps me engaged, which helps me stay motivated. Aynan shunday tartib va formulani men o'zimga part 2 va part 3 uchun ko'plab har xil skilletlarni yasab olganman. Qiziq bo'lsa, keyingi videoni aynan shu haqida tayyorlayman. Ikkinchi to'g'irlagan narsam bu talaffuz bo'lgan. Bilsam, ko'p so'zlarni xato talaffuz qilar ekanman. Misol uchun, ekranda ko'rib turgan so'zingizni qanday talaffuz qilasiz? Sizga 3 soniya vaqt beraman. Xo'sh, men 5 yillik ustoz sifatida attitude derdim. Aslida attitude to'g'ri varianti bo'ladi. Va aynan shunday kichkina mayda xatolar natijangizni 9 bo'lmasligiga olib keladi. Ya'ni bitta ikkita xato qilib qo'ydingiz bo'ldi. Bu examiner uchun haqiqiy red flag va sizga avtomatik ravishda 9 natijasi berilmaydi. Shuning uchun maqsadimiz pronunciation, ya'ni talaffuzimizda birorta ham xato qoldirmasdan haqiqiy tabiiy inglizlarnikiga o'xshatib gapirish bo'ladi. Sizda ikki xil yo'l bor. Yoki ingliz tilidagi barcha tovushlarni alohida o'rganib, juda ko'p vaqtingizni drilling qaytarish uchun sarflaysiz va bu ko'p vaqtingizni olgani bilan bir qatorda sizga ohangdorligingizni yaxshilashga yordam bermaydi. Yoki ikkinchi variant bor, siz shunchaki shadowing mashqini qilasiz. Shadowing mashqini ko'pchilik noto'g'ri tushunadi. Aslida bu shunchaki kimnidir qaytarish emas, balki haqiqatdan ham qaytarayotgan nutqingizni soyasiga aylanib olish. Ya'ni siz nafaqat gapni o'zini qaytarasiz, balki emotsiya, o'zini tutishi, qaysi ohangdorlikda gapirganligi hammasini birga bir o'xshatishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun men shadowing uchun The Breakup kinosidan bitta lavha olganman va boshqa bir o'quvchimga shu vazifani bersam, qanday yodlab kelibdilar? Gary, I asked you the one very simple thing to bring me 12 lemons and you brought me 3. Aslida haqiqiy kaliti bu har bitta so'zni to'g'ri talaffuziga juda ham qattiq e'tibor berishingiz. Kerak bo'lsa yotib o'sha insonning og'iz harakatini kuzating. Erinmang, qanday qimirlatyapti, qaysi emotsiya bilan, qanday intonatsiya bilan gapni talaffuz qilyapti va siz 100% o'xshatishingiz kerak. Aslida u kinoda bu gap qanday aytiladi? Gary, I asked you to do one thing today, one very simple thing to bring me 12 lemons and you brought me 3. Ko'ryapsiz? I asked you to do one thing today. To do one thing today qanaqa ulanib ketdi. Hattoki alohida aytsam talaffuz qilishim qiyin, ammo shu bo'lakni shu darajada shadowing qilishga harakat qilganmanki, 100% o'xshamaguncha to'xtamaganman. Qaytaramiz. Gary, I asked you to do one thing today, one very simple thing to bring me 12 lemons and you brought me 3. You brought me 3. Sen 3 ta olib kelding deb shunday do'q qilib gapirayotganini do'q qilib o'xshatishimiz kerak. Haqiqiy shadowingni mohiyati ham asli shunda. Boshida siz uyalasiz, sizga g'alati eshitiladi, chunki biz o'zbek tilida unday gapirmaymiz, lekin inglizlar tabiatdan biroz emotsional xalq hisoblanadi. Ingliz tilini o'zi emotsional til deb bilaman. Talaffuzingiz chiroyli bo'lishini eng birinchi qoidasi
English is a happy language. Kulib gapirishga harakat qiling. E'tibor bering. I really like you yoki well, I really like you. You look amazing. Ko'rib turibsiz, og'zingizni qancha katta ochsangiz va qancha tabassum bilan gapirsangiz, shuncha talaffuzingiz chiroyliroq chiqadi. Shadowing mashqini bajarish uchun 3 ta oddiy qadam. Birinchi, o'zingizga yoqqan videoni tanlaysiz. Ikkinchi qadam, videodan 1 daqiqalik kichkina lavhani olasiz. Uchinchi qadam, qaytarishga harakat qilasiz. Har bir tovush, har bir aytilgan gapni 100% o'xshatishingiz shart bo'ladi. 4-qadam, o'zingizni videoga olasiz. Ya'ni ekranda videodan lavha, tepada esa sizni haqiqatan gapirayotganingiz. Va faqatgina ovozingiz birga bir o'xshaganida, ohangdorlik birga bir o'xshaganida, emotsiyalar birga bir o'xshaganida keyingi audioga davom ettirib o'tsangiz bo'ladi. Aynan shu tartibda bajarilgan shadowing eng yaxshi natijani beradi. Va 3-to'g'irlagan narsam bu lexical resource ustida ishlash bo'lgan. IELTS imtihonida mavzular bilasiz o'zgaradi. Mavsumiy mavzularni IELTS Speaking Assistant appdan topishingiz mumkin. Men bu ilovani yuklab olib, har bitta mavzuga alohida tayyorgarlik ko'rishni boshlaganman. Chunki juda tabiiy, zo'r gapirishingiz mumkin. Hatto til egalaridek gapirishingiz mumkin. Nima uchun? Hamma til egalari ham imtihonga kirib speakingdan 9 ola olmaydi. Sababi imtihonda bizdan examiner 2 narsa kutadi. So'z boyligi bo'yicha. Bu collocations and topic related vocabulary. Collocations bu birga yashaydigan, birga chiqishadigan so'zlar. Misol uchun, qaror qabul qilish degan gapi bor va siz lug'atdan qabul qilish degan so'zni yodlayapsiz, receive, lekin aslida qaror qabul qilish make a decision bo'ladi ingliz tilida. Mana shu make va decision so'zlari birga yashaydi, ular birga chiqishadi. Siz receive a decision umuman deya olmaysiz, chunki receive boshqa ma'noda qabul qilish degani. Aynan shu narsa collocations deb ataladi. Va ikkinchisi bu topic related vocabulary, ya'ni aynan mavzuga xos bo'lgan so'zlar. Misol uchun, sizdan nima uchun trees, ya'ni daraxtlar shaharlar uchun muhim degan savol berilsa, shunchaki trees are really beneficial deshingiz yetarli emas. Ya'ni daraxtlar foydali emas. Biz haqiqatan shu mavzuga xos zo'r so'zlarni yodlab olishimiz kerak. Misol uchun, trees are the city's lungs, ya'ni daraxtlar shaharlarning o'pkasi hisoblanadi. Bu juda ham metaforik zo'r ibora, ya'ni aynan daraxtlar orqali shahar nafas oladi, oksigen, havoga boy bo'ladi deb aytgan bo'lasiz. They absorb emissions, ya'ni ular zararli moddalarni o'zlari so'rib olishadi. Soften visual noise, ya'ni tashqaridan ko'rinib turgan qanaqadir xunuk manzarani yopishadi. Soften visual noise, o'sha xunuk manzarani yumshatadi degani. And cool the air, ya'ni ob-havoni biroz salqinlatadi, sovutadi degan ma'noda gap tuzasiz. 3-qadam, ChatGPT sizga bergan ko'plab variantlardan siz uchun o'ta murakkab bo'lmagani, ammo yangi so'zlarga boy bo'lgan variantni tanlaysiz. Misol uchun, I enjoy shopping because it helps me unwind after a long day. Siz uchun yangi iboralar enjoy shopping va unwind after a long day. Va so'nggi qadam, o'zingiz uchun Telegram kanal yuritishni boshlang. Tepasiga IELTS Speaking 9.0 Lingua Barno yoki o'zingizni ismingizni yozib qo'ying va hozirdan tasavvur qiling shu natijani olganingizni. Audioga javobni yozasiz. I enjoy shopping because it helps me unwind after a long day. Sizga nutqingiz yoqmadi va qayta-qayta yozish jarayonida siz tezroq, tabiiyroq, chiroyliroq gapirishni boshlaysiz. Isbotlangan. Demak, yozamiz I enjoy shopping because it helps me unwind after a long day. Yozganingizdan keyin deyga albatta alohida chiqarib foydali yangi so'zlarni belgilab qo'ying. Mana shu kanalga har safar kirib yangi javoblarni yozayotganingizda o'sha so'zlarga ko'zingiz tushadi va qayta-qayta eslashingizga yordam beradi. Katta ehtimol bilan hozir xo'p nima qilish kerakligini tushundim, lekin bularni hammasini birdaniga qanday o'rganish mumkin deyotgandirsiz. Albatta, speaking, grammar automation, reading, listening, vocabulary kerakligini bilish bitta narsa, lekin qanday qilib, qaysi ketma-ketlikda, qaysi tartibda, qaysi darajadan va hozir qanday o'rganish mumkinligini bilish butunlay boshqa narsa. Afsuski, ko'p o'quvchilar tez o'rganaman deb har xil ustozlarning darslarini tartibsiz ko'rishni boshlaydi, har xil
kitoblardan matn qidiradi, o'zlari topib olgan har xil ishonsa bo'ladigan, bo'lmaydigan resurslardan audiolarni qo'llashadi. Natijada chalkashib ketib, baribir natijaga chiqmay qolishadi. Eslab qoling, ingliz tilini tez va oson o'rganishni yagona uslubi tizim bilan o'rganish. Aynan shu sababdan B1 pre-intermediate darajasida qotib qolganlar uchun men maxsus Upgrade English dasturini yaratganman. Upgrade English bu 3 oylik dastur. Maqsad sizni darajangizni 2 bosqich yuqoriga olib chiqish. Kurs davomida 7 ta modul bo'ladi va biz sizni ingliz tilingizni har tomonlama birdaniga rivojlantiramiz. Birinchi modul Pre-Foundation dasturi, talaffuz kursi. Kursimiz boshlanishidan oldin to'lov qilishingiz bilanoq siz talaffuz kursini olasiz va sizlar bilan ingliz tilidagi 44 ta tovushlarni barchasi ustida alohida ishlaymiz. Har bitta tovushni to'g'ri talaffuz qilish, so'zlarni o'zaro ulab gapirish, gaplarda to'g'ri urg'u qo'yish, bularning barchasi talaffuzingizni til egalarinikidek tabiiy qilishga yordam beradi. Ko'rib turgan ko'p mashqli vazifangiz birgina darsning uyga vazifasi xolos. Bu moduldan so'ng talaffuzingiz xuddi til egalariniki kabi bo'ladi. Hattoki tanishlaringiz ham buni sizga ta'kidlashni boshlaydi. Xuddi bu o'quvchilarimizniki kabi. Ikkinchi modul grammatika moduli. Bu yerda sizlar bilan 70 dan ziyod ingliz tilidagi grammatik mavzularni ko'rib chiqamiz. Eng oson present simple mavzusidan tortib, inversions kabi eng murakkab mavzugacha kurs davomida video darslik sifatida men sizlarga o'zim mavzuni tushuntiraman va har bitta mavzu bo'yicha yuzlab gaplarni tarjima qilganingiz, ko'p mashqlarni bajarganingiz hisobiga siz avtomatik ravishda to'g'ri gap tuzishni o'rganib olasiz. Ortiqcha o'ylanmasdan, speakingda ham zamonlarni chalkashtirmasdan b kabi to'xtashlarsiz haqiqatdan chiroyli gapirishni boshlaysiz. Uchinchi modul vocabulary moduli. Bunda biz sizlar bilan safar va IELTSda tez uchraydigan mavzular, law, science, work, life, health kabi mavzulardagi so'z boyligini yodlaymiz va eng muhimi, bu so'zlarni speakingda qo'llashni ustida ishlaymiz. Natijada siz imtihonda qiynalmasdan qanday savol berilsa ham o'zingizga ishonch bilan gapirishni boshlaysiz. To'rtinchi modul reading moduli. Bu modulda video dars sifatida safarda tushadigan savol turlarini ko'rib chiqishimizdan tashqari, men sizlarga haftada 3-4 marotaba har bir darajaga mos bo'lgan matnlarni beraman. Elementary, pre-intermediate, intermediate darajasi uchun. Va siz bu mashqlarni bajarish orqali yangi so'zlarni yodlaysiz, readingda tushunish qobiliyatingiz o'sadi. Natijada kelajakda IELTS topshirasizmi, safarmi sizda yetarlicha so'z boyligi va tushunish darajasi bo'ladi. 5-modul listening moduli. Kitobiy emas, hayotiy ingliz tilini tushunishni o'rganamiz. Active listening, transcription, shadowing mashqlari orqali natijangizni 2 bosqichga ko'tarishga harakat qilamiz. Misol uchun, bir oygina kursimda o'qiyotgan o'quvchilarimni listening mock natijalari allaqachon shunday chiqyapti. 6-modul speaking moduli. Aslida kurs davomida har bir bajargan mashqingiz speaking darajangiz yaxshilanishiga qaratilgan, ammo bundan tashqari kichik guruhlarda jonli dars va ovozli xabar sifatida siz speakingdan C1 olgan ustozingizga majburiy tarzda hisobot yuborishingiz shart bo'ladi. Natijada 3 oy ichida ingliz tilida fikrlaringizni ancha erkinroq ifodalashni o'rganasiz va o'rganayotgan so'zlaringizni darhol speakingda ishlab ketishni mashq qilasiz. 7-modulimiz writing moduli hisoblanadi. Bu kursdan so'ng siz General Englishni yaxshilashdan tashqari bemalol safar imtihonini topshirishingizni xohlayman. Aynan shu sababdan writing modulida safarda tushadigan barcha savol turlarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Bu oddiy kurs emas, balki haqiqatdan tizimli dastur. Darslarning barchasi maxsus platformada o'tkaziladi. Siz har kuni uyga vazifa bajarganingiz haqida hisobot topshirishingiz kerak bo'ladi va C1 olgan ustozlar tomonidan butun kurs davomida juda qattiq nazorat qilinasiz. Va 3 oy davomida har kuni men tomonidan yozilgan video darsliklarni ko'rib, qo'shimcha vazifalarni bajarasiz. Agar hozir darajangiz A2, B1, B2 da qotib qolgan bo'lsa va tezroq o'qib natijangizni C1 ga chiqarib olmoqchi bo'lsangiz, Upgrade English 3 oylik dasturimga hoziroq ariza qoldiring. Aynan shu video orqali ariza qoldirib kursga yozilganlar uchun maxsus bonuslar. Birinchisi, Upgrade English dasturi uchun ishlab chiqqan shaxsiy muallifligimdagi kitob
Bu kitobni biz O'zbekiston bo'ylab tekinga yetkazib beramiz. Ikkinchidan, Full Speaking dasturi 20 ta video darslikdan iborat bo'lgan alohida kursni sovg'a qilaman. Va uchinchisi, maqsad qo'yish va time managementga qaratilgan alohida dastur. Kurs boshlangunga qadar tezroq ro'yxatdan o'tib to'lov qilsangiz, bu dasturlarni darslar boshlanishidan oldin o'rganishni boshlaysiz va kitobni ham kurs boshlanishidan oldin qo'lga kiritasiz. Pastda havola qoldirdim. Hoziroq ariza qoldiring va siz bilan tez orada bog'lanamiz. Ko'proq foydali ma'lumot va tekin darslar uchun esa sahifamda qoling.